chiqyapti-ku blogerchalar, masalan, vaynerlar. Bespantov, bestalkoviy narsa-da. Bironta foyda bormi o'sha vaynerlardan? Konkret, masalan, может tarafini olarsiz, может yo'q. Bironta foyda bormi, masalan, bironta foyda. O'sha chiqadi, 5000 so'm bering deydi o'sha Bobur Mansurov. Masalan, qanaqadir tip tarafidan qarasak, masalan, odam tarafidan bilmayman, tip tarafidan qarasak, masalan, qanaqadir yoqar. Nima uchun yoqadi? Masxara bo'l sifatida. Men masalan pulim bor, vaqtim bor. Xuddi pochoday masxara bo'lib tomosha qilishim kelsa, ko'rishim mumkin. Nimalarni qilib qo'ygansiz, ko'rishingiz mumkin. Lekin hech narsa qilmagan odam, hech narsa qilmabsiz, ertalab turgansiz, hali hech narsa qilmagansiz, o'chyapsiz, o'sha Bobur Mansurov tomosha qilib dopamin olib o'tiribsiz. Masxara bo'ldi. Sen nima qilib qo'yding, shu masxara bo'ldi tomosha qilib o'tirishing hozir. U narsadan bironta qanaqadir blokchainni ishlashni aytayaptimi, shardingni aytayaptimi, sidechainni aytayaptimi, superchainni aytayaptimi, layer zero aytayaptimi. Nimani aytayapti u odam eshitish kerak uni. Odamlar bilmaydiki, shu o'zini o'sha resursi bo'lgan vaqtini o'shalarga podarka qilib yuboryapti. Siz mana shu vaqtni, mana shu vaqtni pulga tenglashtirsangiz, o'sha o'zini pulini unga beraveradi. Da, o'zini pul bilmaydi odamlar shu narsani. O'zini pulini fakt что o'sha vaynerlarga berib yuboradi. Vayner biza men aytmayman boshqalarda что vaynerlar ko'p ko'rilyapti, полезный kontent kam ko'rilyapti. Mayli, lekin slishkim kam ko'rilsa yomon-da.